Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi xodimlari 1 apreldan qo'shimcha mukofotlanadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Prezident farmoni bilan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, uning tizimidagi agentlik hamda markazlar, huquqiy va tuman, shahar bo'limlari xodimlarini 2025-yil 1-apreldan boshlab qo'shimcha mukofotlash shartlari tasdiqlandi. Maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga ko'ra, davlat budjeti hisobidan davlat organlari va tashkilotdagi ko'p yillik xizmati uchun rag'batlantirish kompensatsiyasini hisobga olgan holda lavozim maoshiga belgilangan kompensatsiyalarda har oy ustamalar qo'llaniladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huquqiy bo'limlar xodimlarining ko'p yillik xizmati uchun rag'batlantirish joriy etilishi natijasida vazirlik tizimidagi qariyb 15 ming nafar boshqaruv xodimlariga ko'p yillik xizmati uchun rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yishni bildirgandi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.